ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'l transport hodisasi yuzasidan o'rganishlar olib borilganda ushbu holat 27-may 2025-yil sana kuni Qo'qon shahar Furqat ko'chasi D097 yo'lining 6-kilometrida sodir bo'lgan. Haydovchi tegishli hujjatlarga ega bo'lib, Kamaz rusumli avtomashina boshqarib kelayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi kiyim-kechak savdo do'koniga urilgani aniqlandi. Haydovchi mana yonimda. Ushbu holatni haydovchidan batafsil eshitamiz. Men to'g'ri yo'limda kelayotgandim. Oldimda avgon qilib mashina o'tib to'xtadi, qora mashina. Men undan olib qochib, rulni chapga burib, savdo do'koniga borib urildim. Shu yerda to'xtadi mashina. Hozirda ushbu holat yuzasidan dastlabki surishtiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Do'kon ichida hech qanday shaxs bo'lmagan, jarohat olganlar yo'q. Haydovchida ham hech qanday jarohat aniqlanmagan. Surishtiruv harakatlari olib borilyapti.